Talab va takliflarga binoan bugun sizlar bilan restoranda eng ko'p ishlatiladigan naq 50 ta iboralarni ko'rib chiqamiz. Agarda bu iboralarni yodlab olmoqchi bo'lsangiz, yoningizga daftar va ruchkani tayyorlab oling va barcha iboralarni yozib oling. Shunda siz bularni real hayotda ham ishlata olasiz. Biz ruscha iboralarni 5 ta bo'limga bo'ldik. Birinchisi salomlashish va kirish qismi, ikkinchisi buyurtma berish jarayoni, uchinchisi ovqat haqidagi savollar, to'rtinchisi buyurtmani aniqlashtirish va qo'shimchalar, beshinchisi yakuniy xizmat va to'lov haqida. Xo'sh, qani bo'lmasam, birinchi bo'limdan boshlaymiz. Здравствуйте, assalomu alaykum, добрый день, xayrli kun, добрый вечер, xayrli kech. У вас есть свободные места? Bo'sh joylaringiz bormi? Можно сюда сесть? Bu yerga o'tirsa bo'ladimi? Мы бронировали столик. Biz stol band qilgan edik. На имя Maryam, Maryam nomiga. Можно вас? Sizni mumkinmi? Подойдите, пожалуйста. Kechirasiz, qarab yubora olasizmi? Извините, kechirasiz. Birinchi o'ntalikni ham tugatib oldik. Endi keyingi o'ntalik, ya'ni buyurtma berish iboralariga o'tamiz. Можно меню, пожалуйста? Menyu bera olasizmi? Мы готовы сделать заказ. Buyurtma berishga tayyormiz. Я хочу заказать рыбу. Men baliq buyurtma bermoqchiman. Я буду вот это. Men shuni olaman. Нам 2 супа, пожалуйста. Bizga 2 ta sho'rva iltimos. Я возьму это блюдо. Men shu taomni olaman. Что вы посоветуете? Nima tavsiya berasiz? Это самое популярное блюдо? Bu eng mashhur taommi? Нам еще один салат. Yana bitta salat iltimos. Пока все. Hozircha shu. Ikkinchi o'ntalikni ham tugatib oldik. Endi shu joyda videoni to'xtatib, kanalga obuna bo'ling hamda like bosib qo'ying, chunki bu YouTube kanali sizga hali ancha foydasi tegadi. Endi keyingi iboralarni ko'rib chiqamiz. Что входит в это блюдо? Bu taomni tarkibiga nimalar kiradi? Это острое? Bu achchiqmi? Это жирное? Bu yog'liqmi? Это свежее? Bu yangi tayyorlanganmi? У вас есть вегетарианские блюда? Sizda vegetarian taomlar bormi? Это готовится долго? Bu uzoq tayyorlanadimi? Это подается горячим? Bu issiq holda beriladimi? Какой размер порции? Porsiya hajmi qanaqa? Из чего сделан соус? Соус nimadan tayyorlangan? Оно действительно острое? Bu rostdan ham achchiqmi? Bu bo'limni ham tugatib oldik. Hammasini yozib olyapsiz degan umiddaman. Endi buyurtmani aniqlashtirish va qo'shimchalar bo'limiga o'tamiz. Без лука, пожалуйста. Piyozsiz bo'lsin iltimos. Без сахара, shakarsiz. Можно отдельно соус. Соусni alohida bera olasizmi? Сделайте не очень острым. Juda achchiq qilib tayyorlamang. Можно половину порции. Yarim porsiya bera olasizmi? Принесите, пожалуйста, воды. Iltimos, suv olib keling. Можно еще хлеба. Yana non bera olasizmi? Так, нам нужны приборы. Bizga vilka va qoshiq kerak. Можно поменять гарнир. Garnirni almashtirsak bo'ladimi? Я передумал. Можно изменить заказ. Fikrimdan qaytdim. Buyurtmani o'zgartirsam bo'ladimi? 4-chi bo'limimizni ham tugatdik. Endi yakuniy xizmat va to'lovlar qismiga o'tamiz. Do'stlar, orada ozgina pauza olamiz. Agarda siz ham rus tilini shunaqa qiziqarli, tabiiy, amaliy usulda o'rganishni xohlasangiz, sizga ilm markazi kurslarini tavsiya beraman. Bizda 90 kunda razgovorga chiqishingiz kafolatlanadi. Agarda 3 oyda natijaga chiqa olmasangiz, to'lovingiz 100% qaytariladi. Video ostida havola bor, Telegram yoki WhatsApp raqamingizni qoldiring. Operatorlarimiz sizga barcha ma'lumotni berishadi va demo darslarni yuborishadi. Imkoniyatni boy bermang, pastiga havola orqali ro'yxatdan o'ting va rus tilini bugundan boshlab amalda o'rganishni boshlang. Можно счет, пожалуйста? Hisobni bera olasizmi? Сколько с нас? Bizdan qancha bo'ldi? Мы будем платить отдельно. Biz alohida to'laymiz. Можно оплатить картой. Karta bilan to'lov qilsa bo'ladimi? У вас есть терминал? Sizda terminal bormi? Сдачи не надо. Qaytimi kerak emas. Включено ли обслуживание в счет? Xizmat haqqi hisobga kiritilganmi? Все было очень вкусно. Спасибо. Hammasi juda ham mazali edi. Rahmat. Спасибо за обслуживание. Xizmat uchun rahmat. До свидания. Xayr.
Mana aziz obunachilar, bugun siz bilan restoranda eng ko'p ishlatiladigan 50 ta ruscha iboralarni ko'rib chiqdik. Agarda bu iboralarni yodlab olsangiz, siz restoranda bemalol muloqot qila olasiz. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang, chunki bu kanalda hali juda ham hayotda ko'p ishlatiladigan iboralarni o'rganasiz. Keyingi darsimiz qaysi mavzuda bo'lishini istaysiz, izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.